Teri tirnalsa yoki kesilsa, ochiq joy 3-5 kunda bitib ketadimi? Bu sizda hujayralar faol ishlayapti deganim. Teri har kuni o'zini o'zi yangilaydi. Eski hujayralar o'ladi, yangi hujayralar ularning o'rniga chiqadi. Bu jarayon hujayra bo'linishi deyiladi. Agar bu holat sekinlashsa, teri xira, charchagan ko'rinadi va yuzda muammolar ko'payadi. Lekin bitta muhim narsa bor. Ko'pchilik yangi hujayralarni rag'batlantirmoqchi bo'ladi, lekin eski o'lik hujayralar haqida o'ylashmaydi. Har kuni millionlab hujayralar o'ladi va yangilari ularning o'rniga chiqadi. Ammo muammo shundaki, bu o'lik hujayralar har doim ham o'zidan o'zi to'liq tushib ketavermaydi. Agar o'lik hujayralar to'planib qolsa, teri yuzasida to'siq hosil qiladi. Yangi hujayralarga joy bermaydi. Teri teshiklari to'lib qoladi. Surayotgan uxotlaringiz ham teriga yaxshi singmaydi. Hujayralar yangilanishi uchun o'lik hujayralarni muntazam tozalab turish kerak. Yuzga haftasiga 1-2 marta enzimka yoki pilingdan foydalanish, tanani esa skrab yoki axolosionlar bilan, bosh terisini esa salitsil yoki skrablar bilan tozalash kerak. Shunda yangi hujayralar erkin chiqadi, bo'linish tezlashadi, teri nafas oladi, uxotlar ham yaxshiroq singadi. Endi savol: hujayralar bo'linishini ko'paytirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Albatta javobini Telegram kanalimizdan bilib olasiz. Aytgancha, siz teringizdagi o'lik hujayralarni tozalab turasizmi yoki buni hali ham muhim emas deb o'ylaysizmi? Kommentariyada fikringizni kutaman.